aziz mehmonlar, hurmatli hamkorlar, qadrli ustozlar, xush kelibsizlar. Barchangizni navbatdagi rasmiy taqdimotimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Haqiqatan ismim Dilorom, familiyam Rustamova. Mendan oldingi chiqqan spikerlarga sizlar orqali minnatdorchilik bildirsak. Rahmat. Chunki juda ham qimmatli ma'lumotlar bo'ldi. Yapon mahsulotlari tanishtirildi. Qachonlardir beramiz siz joyingizda bo'lgan. Men ilk marta mahsulotni eshitgan vaqtim farzandim uchun mahsulot menga qiziqtirgan. Chunki farzandimda 3 oylik chaqalog'imda displaziya diagnozi qo'yilgan. Yana uning ustiga o'zim kamqonlik bo'yicha dispanser ro'yxatida turaman. Menimcha tushundingiz, sog'lom onadan sog'lom bola deydi-ku. Undan tashqari rahit alomatlari ketayotgan edi. Farzandimga mahsulotni qiziqqanim uchun yaxshilab surishtirishimga to'g'ri keldi. Chunki inson o'zi hamma narsa ichishi mumkin, lekin bolangizga hamma narsa ham beravermaysiz, to'g'rimi? Yaxshilab mahsulotlarni o'rgandim, savollarimga javob topdim. Bugungi kunda xuddi shunday turdagi mahsulotlarni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tavsiya qilinayotganiga guvoh bo'ldim. Chunki do'stlar, Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida vrachlar malakasini oshirish institut tarkibida Valiologiya assotsiatsiyasi bor. Ushbu assotsiatsiyada maxsus xodimlar ishlab chiqishar ekan. Bu xodimlar kasallik bilan shug'ullanishmaydi. Kasallikni oldini olish va asoratlarni ketkizish bilan shug'ullanadigan maxsus soha ekan. Va inson salomatligi o'zining qo'lida ekan, aynan bu turdagi ozuqalarni qabul qilish muhimligini tushundim, qaror qabul qildim, mahsulotni iste'mol qildim. Mahsulot iste'moldan keyin gemoglobinimda juda yaxshi o'zgarish bo'ldi. Undan tashqari farzandimda 5 oy taqilishi kerak bo'lgan shinani 2 oyda yechdik. Juda ham chiroyli suyaklari yetilib, golovkalari o'z vaqtida kirib, kutilgandek natija olgandik. Undan tashqari otamda, onamda, turmush o'rtog'imda natijalar bo'lgandan keyin men xulosa qildim, bu mahsulot haqiqatda natijali va haqiqatda hammaga kerak. Hozir men o'zimdagi natijalarni aytdim do'stlar, lekin orangizda mendan boshqa mahsulot iste'mol qilgan insonlar bo'lsa kerak, iloji bo'lsa bitta qo'lingizni ko'tarsangiz, orangizda mahsulot iste'mol qilganlar. Marhamat, mehmonlar ko'rishingiz mumkin. Bular ko'pchilik ekan. Rahmat. Ana endi savolimni o'zgartiraman. Mahsulot iste'mol qildim, foyda ko'rmadim deganlar bo'lsa, yana bir marta qo'l ko'tarsangiz. Men ko'rmadim bunaqa odamni. Rahmat. Vaqtimiz tezroq, lekin hisobga olgan holda insignislarda iltimos qilaman. Bugun mahsulot iste'mol qilib, sog'ligida ijobiy o'zgarishlarni his qilayotgan insonlar bo'lsa, marhamat, natijalaringizni biz bilan bo'lishsangiz. Mana qo'l ko'tarishyapti. Mikrofon uzatamiz. Esingizda. Alaykum assalom. Rasuljon Nurzoda, yoshim 33 da, Farg'ona viloyatidanman. Men juda ham ko'p buket kasalliklardan natija olganman. Miyokiya kasalligi, kamqonlik kasalligi, yuragimda taxikardiya, genetik tomondan onkologik kasallik, ya'ni rak 3-bosqichga o'tib ketgan bo'lgan. Shoxning erish shamollashi, ichki tashqi to'qog'im ham kamga zaharli bo'lgan. O'tqopimda toshim bor, jigarim ezilgan, tosh razmeri katta bo'lgani uchun. O'ng pochkamda osilish bo'lgan, qon aylanish sistemam juda ham buzilganligi uchun oyoq qo'llarim doim sovuq qotar, muzdek yurardi. Ham varikozim bor edi. Bu asosiy natijalarim, ya'ni undan tashqari juda ham ko'p natijalarim bor. Aynan aksinogenic, ya'ni meshik mahsulotidan 3 oy ichganimda men natijani bilganman. Alhamdulillah, mana juda ham zo'r natijalarni oldim. Umrashdan umrashga yugurib, oxiri oqsoqlanib, emgalab kelgan odamlardan biriman. Qancha dozada iste'mol qildingiz? Boshida bittadan, keyin ikkitadan, keyin 3 tadan dozani sekin-astalik bilan Sog'liqni shunaqa tartiblaysiz. Xuddi shunday. Yana qaysi mahsulotlar qo'shimcha qilinadi? Faqat shu aynan aksinogenic 3 oydan natija. Yoshi nechida dedingiz? 33 da. Yaxshi, tabriklayman. Mahsulot